yoqimli yoki la'natli, ikkalasi bir xil xuddi. Labubuni hech qachon uyingizga olib kirmang. Tanishlaringizda bo'lsa ham bu haqida ogohlantirib qo'ying. Labubu juda ham tez mashhur bo'lib ketdi, chunki mashhurlar ularni sumkasiga taqib juda mashhur qilib yuborishdi. Bu yoqimtoy ko'rinishi mumkin. Men ham yaxshi ko'rib olgandim, lekin bu haqida ma'lumotlarni eshitib, o'zim ham shokdaman. Labubu Casting Lung rassom tomonidan yaratilgan obraz. Casting Lung Labubuni Pazuzu shaytonidan ilhomlanib chizgani aytilmoqda. Yana bitta ajablanarli tarafi, Simpson epizodida ham bu haqida ko'rib qoldim. Har xil trendlarni ko'rib, zombiga aylanib qoladi, bolasiga u Pazuzuni olib kirib beradi, oldiga qo'yib ketadi. Keyin qizi ertasi kuni ko'zi qizil bo'lib qolib, u ham zombiga aylanib qoladi. Ba'zi qizlar internetda onasiga ko'zi boshqacha bo'lib qolganini aytadi. Ba'zilari o'yinchoqda olib kirganimdan keyin uyda kimdir meni kuzatib turgandek deb his qiladi. Ko'rib turganinglardek bu videoda Labubu qamirlagan. Qo'rqinchli. Agar Labubuni o'zi xohlab uyga olib kirsa odam, uni effekti baribir bilinyapti ekan hammada. Bitta qo'shiqchiga ham qaysidir fanati shu Labubu o'yinchoqni berayotganda mikrofoni bilan urib tushirib yuborgan. Что bunaqa qo'g'irchoqni menga bermadi. Kulib turgan qo'g'irchoq yoki kulib turgan shayton. Bu qo'g'irchoqni balki boshqa maqsadda yaratgandir. Uzoqdan turib har bitta odamni boshqarish.